tungi shirin izlovchilarga va hayolparast unutuvchilarga Pure Milky. Salom ben Timur. Mani qo'limda 13 yillik telefonlar. 2013-yilda tug'ilgan bolalar hozir 6-sinf maktabga boryapti ekan. Vaqtni o'tishini qarang. Nahotki vaqt shu darajada tez o'tib ketgan bo'lsa do'stlar. Axir bu kechagina edi-ku. Kecha edi-ku bu. Bitta qo'limda iPhone 5s, ikkinchi qo'limda esa Samsung Galaxy S4 o'z vaqtining flagmanlari. Bu ikkala telefon ham 2013-yilda chiqqan do'stlar. Kimni tug'ilgan yili 2013 bo'lsa, sizdan bitta like. Men bu videoda o'sha eski paytlarni eslamoqchiman, bir nostalgiya qilmoqchiman do'stlar. Va ko'rmoqchiman, qani mana bu ikkala telefon, 13 ga kirgan telefonlar 2026-yilda o'zini qanday his qilyapti ekan? Ketib ko'rib chiqamiz. Retro gadjetlarni test qilish bu doim ko'p vaqt olgan jarayon. Bu chollardan bironta jo'yali natija chiqquncha odamni o'zini batareykasi o'tirib qoladi. Abetgacha hali bir necha soatlik syomka bor. Miyaga esa hozirning o'zida yo'qligi kerak bo'lyapti. Lekin studiyamda temir qoida bor. Texnikalar orasida hech qanaqa ovqat yeyish mumkin emas. Shunday paytda men Pure Milky siroklari bilan perikuz qilaman. Birinchidan hamma yoq toza turadi. Razyomlar ichiga o'choqlar tushib ketishi yoki ekranda yog'li izlar qolishi haqida bosh qotirmayman. Texnobloger uchun bu juda muhim. Toza ish uchun toza perikuz. Ikkinchidan bu tabiiy tvorog. Shunchaki qorinni to'ydirib qo'ymay, darrov quvvat beradi. Yeyishga yengil, foydali va rostini aytsam, mana shu telefonlar chiqqan paytidagi yoshligimdagi mazani eslatadi. Uchinchidan bilasizlar, men shirinliklarni yaxshi ko'raman, lekin organizmga ko'p shakar bu zarar. Shuning uchun ham Pure Milky siroklarini tanlaganman, chunki bu yerda shirinlik bilan foydani birlashtirish mumkin. Xullas, agar sizning ichki prosessoringiz qizib ketgan bo'lsa, uni to'g'ri perikuz bilan sovutib oling. Pure Milky studiyamiz sinovdan o'tdi. Biz esa 13 yillik titanlarni jangiga qaytamiz. Mani YouTube kanalimga obuna bo'lib ketishingizni so'rab qolaman do'stlar, chunki balkim mani videolarim boshqa sizning rekomendatsiyangizdan chiqib qolmas do'stlar. Shuning uchun keyingi zo'r videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Agarda sizda qachondir ham iPhone 5s yoki da Samsung Galaxy S4 bo'lgan bo'lsa va siz ushbu telefonlarni ishlatgan bo'lsangiz, o'z fikrlaringizni bu telefon haqida izohlarda yozib qoldiring do'stlar. Dizayniga keladigan bo'lsak do'stlar, masalan, iPhone 5s ning tashqi ko'rinishini qaraydigan bo'lsak, bu shunchaki telefon emasda, buni qarang, alyuminiydan qilingan, mana bu o'tkir qirralari, mana bu yerdagi oynadan qilingan qora vstavkalar. Bu haqiqiy san'at asari. Bugungi kunda ham juda ham выигрышный pozitsiyada turibdi tashqi ko'rinish nuqtai nazaridan-da do'stlar. Mana reально qarang, prям milliy pusinka-ku, to'g'risini aytayapman-da, mana yoqmayaptimi sizga? Yoqyapti-ku. Shuni tan olish kerak-da. Ana endi Samsung Galaxy S4 haqida gaplashadigan bo'lsak, bu telefon o'z paytida zo'r telefon deb hisoblangan, katta telefon deb hisoblangan, phablet deb hisoblangan. O payt phablet degan tushunchalar bo'lardi do'stlar. Va dizayni ham meni ko'zimga o'sha paytda yomon emas edi. Lekin bugungi kunga kelib, mana bu telefon bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bugungi kunda o'zini pozitsiyasini ancha yo'qotgan va mana plastikdan qilingan-ku, o'sha ishlatilgan ekspluatatsiya izlari bor va hozirgi kunda meni qo'limda bu xuddigina bir parcha plastikdan qilingan sovundek turibdi do'stlar. U paytlari Samsung hali orqa krishkasi ochiladigan telefonlar qilardi. Keling, mana birgalikda sizlar bilan ochib ko'ramiz. Mana qarang, orqa krishkasi ochildi va mana Samsungning o'zini nimasi, batareykasi bu ham shishib qolgan, xuddi universalka zaryadka qilgandek, lekin biz buni qilmaganmiz. Bu bilmayman nimaga shishib qolgan. Bu yerga mana micro SD kartochka tiqilardi, bu yerga adashmasam SIM karta tiqilardi, mana qayerda qilingan? Made in India by Samsung. Indiyada ishlab chiqarilgan telefon ekan. Agar batareykasini olib tashlasa, u prosta mana bir parcha plastik bor yo'g'i. Tushunyapsizmi? Hech qanday qadr-qimmati yo'q. Masalan, bu telefonlarning logotipini joylashuvi, vspishkasining joylashuvi, kameralarining joylashuvi farq qilishi bo'yicha prosta yer bilan osmon, hattoki bunda ishlatilgan materiallar ham. Samsungda oddiy arzon plastik ishlatilgan, lekin bu ham juda qimmatga sotilgan. iPhone'da esa alyuminiy ishlatilgan. Qirralarini qarang o'tkirligini. Realda bugungi kunda ham 2026-yilda ham do'stlar, iPhone'ning tashqi ko'rinishi Galaxy'ga qaraganda ancha yutuqliroq bo'lib turibdi. Agarda gapimga qo'shilsangiz, sizdan bitta like. Bu plastik parchasini bugungi kunda men даже qo'limda ushlagim ham kelmayapti-da. Nega deysizmi? Chunki tushunaman, ekspluatatsiya izlari bor va shuning natijasida mana krishkani chetlari sinib qolgan. Mana bu yerdagi yakibi alyuminiy plastiki
polностью уже rangini yo'qotib yuborgan mana bu nikeli. Mana bu taglari sinib tushgan. Mana bu krishkasi yaxshi yopilmaydi. Orqalarini qarang, mana bu yerlari o'pirilib ketgan. Mana bu yerlari qirilib, zatsarab chiqib ketgan. Masalan, ikkalasi ham 13 ga kirganda mana bu ham 13 ga kirgan telefon 13-yil chiqqan. Alyuminiy bilan unaqa narsa bo'lmagan. Bugungi kungacha ham juda ham chiroyli, o'zini vidini saqlab kelgan. Da, u bitlik telefonlar ham bor. 5S da endi prям nasibov chiqganlari bor. Lekin bu mana yaxshi saqlangan versiyasi ekan masalan. Ana endi iPhone 5S ni qo'limizda ushlab ko'radigan bo'lsak, 2026-yilda ham juda ham ajoyib, juda ham chiroyli, juda ham ergonomik telefondek tuyuladi. Men maqtayotganim yo'q do'stlar. Qarang. Sovuq alyuminiy qo'lingizda turganda o'sha birdaniga qimmatlikni beradi, bu bir. Ikkinchidan mana bu o'tkir qirralar ikkinchi nafar qimmatlikni beradi, bu ikki do'stlar. Mana bu yerdagi Touch ID knopkasi, mana bu formalari, konstruksiyasi, monolitniy korpusda bu qarang. Masalan, bir nima mana qiladigan bo'lsam, hech qanaqa jiqir-jiqir ovozlar chiqmaydi va bu iskajatsiya ham qilmaydi, masalan, deformatsiya ham bo'lmaydi-da. Va bu Samsung ham yomon emas. Yomon emas. Lekin onasi ham plastikda, bu g'ichir qiladigan. Apple o'sha paytdan bilgan qaysi tarafga qarab yurishni dizayn borasida. Xullas, dizayn bo'yicha ham, bu telefonlarda ishlatilgan materiallar bo'yicha ham va korpusining mustahkamligi bo'yicha ham iPhone yutib chiqadi. Bu yerda Samsung deb bo'lmaydi do'stlar. Deb bo'lmaydi. Kim aytadi, mana bu Samsungni tashqi ko'rinishi mana bundan chiroyliroq deb? Kim? Bormi shuna yozadiganlar? Qolaman. Shuning uchun dizayn, korpus mustahkamligi, ishlatilgan materiallar bo'yicha iPhone 1 ballni bu yerda железно olib ketadi. Endi kelinglar, bu ikkala telefonlarni yoqib ko'ramiz va tekshiramiz, qani qaysi biri tezroq yonadi ekan. iPhone'niki tepada, Samsung'niki esa mana bu yonqirasida. Tak, 1, 2, 3. Mana ikkalasi yondi. Qani? Qani? Nostalgiya. Ovozlarni qarang, yoshlik esimga tushib ketdi. O'sha abituriyent bo'lib, Westminster universitetiga kiraman deb matematikalarni ishlab yurib, IELTS'larga qatnab yurganlarim esimga tushib ketdi. Shu payt ishlatganman-da bu telefonni. iPhone yondi birinchi. iPhone yondi. Men kechroq razblokirovka qildim, birinchi iPhone yondi do'stlar. Endi qaranglar, men sizlarga bittasi ko'rsataman, qaranglar. Samsungdan boshlaymiz interfeysini ko'rishni. Oppa! Qochishni qarang. Voy, blin, перезагрузка bo'ldi. Yo-mayo. Telefonimizni bir balo qilib yoqib oldik, batareyasi o'lib qolgan ekan. Ana endi nostalgiya qilamiz. Eslaringizmi? Mana shu telefon ishlatgan odamlar biladi. Hozir чисто nostalgiya bo'lyapti, qarang. Qarang. Sputnik твоей жизни degan yozuvlari bo'lardi. Shu orqasini tushiramiz. Oppa! Qaranglar. Eslaringizmi? Mana buni bundoq prokrutka qilsa bo'lardi. Mana bu yerda yarkisi boshqarilardi. Mobilniy dani, power ekrani, GPS yoqilardi. Menyuga kiramiz, приложениеga, masalan, kamerani tashqi ko'rinishi mana bunaqa bo'lardi. Va galereyamiz, настройкаларimiz, настройкasiga kiradigan bo'lsak, mana qarang, вроде бы практически uncha ko'p narsasi yo'qda, lekin bu telefon prezentatsiya bo'layotgan paytida bunda hattoki siz qanaqadir matn o'qiyotgan paytingizda o'sha matningiz ekran tagiga kelib qolsa, u avtomatik tarzda tepaga ko'tarish kerak edi. Bu narsa bir xil payt ishlardi, bir xil payt ishlamasdi. Meni o'ylashim bo'yicha bu funksiyalar o'sha payti uchun fishka edi. Chunki men bu telefonni 2013-yilda sotib olib o'zim ishlatganman. В общем, paytida interfeysi bo'yicha yomon telefon emas edi. Mencha rivojlangan telefon edi. Va men bu telefonni necha ishlatganman? 1 yil ishlatganman-da где-то. Endi iPhone interfeysini ko'rib chiqamiz do'stlar. Bu telefonning interfeysi hozirniki bilan u darajada katta farq qilmaydi masalan. Endi ochamiz. Touch ID ishlaydi, ko'ryapsizmi? Mana endi 2026-yilning telefoni va 2013-yilning telefoni. Da o'sha. Bunda pastdan chiqardi unaqa shtorka, bunda bu yoqdan chiqadi. Ko'rdingizmi do'stlar? Nega? Chunki bunda iOS 7 emas, balki iOS adashmasam 12 turibdi. Mana bu ovozni eslaringizmi? В общем, iPhone interfeysida ko'radigan hech bola yo'q. Hech narsa yo'q. Qiziq emas, absolutda qiziq emas.
Bu yerda bunaqa kardinal o'zgarish ham bo'lmagan hozirgiga qaraganda. Samsungda esa o'zgarishlar bo'lgan va ular juda ham katta. Обновленияларga keladigan bo'lsak, masalan, iPhone 5simiz 2013-yili iOS 7 bilan birgalikda kelgan va buni eng oxirgi qo'llab-quvvatlaydigan iOS versiyasi hozirgi paytda bu iOS 12.5.7 do'stlar. Ya'ni bu telefon 5 yil davomida obnovleniyalarni qo'llab-quvvatlab kelgan va bu juda ham zo'r ko'rsatkich hisoblanadi. Lekin afsuski, Samsung bunaqa ko'rsatkich bilan maqtanay olmagan. Bu Samsungimiz endigina zavoddan chiqqan paytida, mana yozib qo'yganman, Android 4.2.2 Jelly Bean deb chiqqan ekan do'stlar va uni eng oxirgi olgan nimasi, obnovleniyasi bu Android KitKat bo'lgan. Eslaringizmi? Kimning esida Android KitKat do'stlar? Android 4 KitKat bo'lardi-da, masalan. Olgan bo'lsa maksimum 2 yil obnovleniya olganda, bunda esa 5 yil. Shuning uchun bu yerda obnovleniya bo'yicha 1 ballni jostko iPhone olib ketadi. Shunda bizning umumiy hisobimiz 2.0 bo'lyapti iPhonening hisobiga. Mo'shisiga keladigan bo'lsak do'stlar, iPhone'imizda 64 bitli Apple A7 protsessori o'rnatilgan bo'lgan va u bilan birgalikda bor yo'g'i 1 GB gina operativ xotira ishlatilgan. Va o'sha 1 GB gina operativ xotira o'sha payt uchun mana bunday tarzda yetadigan bo'lgan. Va 16 GB встроенный flash xotirasi bo'lgan. Maksimum 64 GB gacha borgan, ya'ni 16, 32 va 64 GB versiyasi bo'lgan. Afsuski, buni xotirasini microSD kartochka bilan yanada kengaytirish imkoniyati bo'lmagan. Samsungimiz esa 8 yadrolik Samsung Exynos Octa 5 protsessorida ishlagan va u bilan birgalikda 2 GB operativ xotira ishlagan. Bu o'sha ko'proq. Endi Samsungga ko'proq operativ xotira kerak bo'lgan, chunki buni displeyning hajmi kattaroq, 1 GB qo'ysa yemay qoladi do'stlar. Va u bilan ham 16, 32 va 64 GB vстроенный xotira kelgan adashmasam va buni afzallik tomoni shunda bo'lganki, bunda micro SD kartochka qo'yib, uni yanada kengaytirish imkoniyati bo'lgan. Moshisini taqqoslaydigan bo'lsak, ikkalasi примерно сопоставимый bo'lgan va Samsungda aynan mana shu xotirasini kengaytirish imkoniyati bo'lganligi uchun Samsungga biz 1 ballni beramiz. Shunda umumiy hisobimiz 2.1 bo'ldi. Bu telefonlar kundalik hayotda o'zini tutishiga keladigan bo'lsak do'stlar, men sizlarga bu narsani aniqligi bilan aytib bera olaman. Masalan, iPhone'imiz o'sha paytlari iOS 7 da umuman qotmagan. Nabarot, mana shu eski iPhone'lar eski iOS versiyada вообще stabil ravishda ishlagan. Hozirgi yangi iPhone'lar yangi iOS ishlatganiga qaraganda. Ya'ni mana bu iPhone yangi iOSda ko'proq qotadi, chem mana bu 5S o'z paytida iOS 7 da ishlaganidan ko'ra. Tushunyapsiz-a? Lekin Samsung Galaxy S4 esa o'z paytida men buni kundalik hayotda ishlatganman, har kungi telefon sifatida ko'p qotardi. Mana prosta tam mana bunaqa robot stollarni scrolling qilayotgan paytingizda ham qotishi mumkin edi. O'yinni ochayotgan payti qotishi mumkin, chiqib ketayotgan payti qotishi mumkin. Xullas, bunaqa lag, bug, freeze momentlari juda ham ko'p bo'lardi. Men hattoki balkim buni proshivka qilsam to'g'riroq bo'lar deb hattoki proshivka ham qildirganman-da paytlarida. Nima uchun men bu barcha gaplarni buncha ishonchim komil bo'lib gapiryapman? Chunki onasini emsin, men 2013-yili uydagilar bergan pulni yemasdan, yig'ib, litseyga, maktabga peshkom borib kelib, avtobusga o'tirmasdan $550 bir balo qilib, kuchanib, chiranib yig'ganman. Ana undan keyin $550 eng oxirgi pulimga shu dadam bilan borib biz Samsung sentridan mana shu Samsungni sotib olganmiz va men uchun bu telefon o'sha paytlari zo'r telefon deb hisoblangan. Haqiqatan ham bu zo'r telefon edi-da, flagman edi. Nega iPhone olmaganman? Chunki iPhone'ga pulim yetmagan. iPhone 5s o'sha paytda 16 GB versiyasi $725 turardi, bu esa $550 turardi. Farq qancha? $175 bo'lyaptimi? Ana o'sha $175 pul qo'shish imkoniyati menda bo'lmagan, chunki men hech qayerda ishlamaganman va o'sha $175 men uchun juda katta pul edi. Uydagilardan men shuni qo'shib turing, men iPhone olaman deyishga uyalganman, chunki uydagilar aytishi mumkin ediki, "Sen nima ishni dondirib qo'yding, sen iPhone ishlatasan" degan ma'noda, tushunyapsizmi? Yosh bo'lganmizda, haqiqatan nima ish qilamiz biz? iPhone ishlatishimiz kerak, masalan. U iPhone'da biz bironta qimmatbaho переговорlarni olib boramizmi da, masalan. Yosh bola bo'lganmizda, pont uchun nima keragi bor? Va shu natijasida men iPhone sotib olishga pulim bo'lmaganligi uchun men iPhone'ni o'sha paytlari juda ham qattiq yomon ko'rganman, chunki sotib olishga imkoniyatim bo'lmagan. Va men sizga realni aytib beraman, hazil emas. Realni aytayapman. Mana bu Androidda, Google Play Marketda shunaqa o'yinlar bo'lardi. iPhone'ni buzish degan. Bolta bilan buzishingiz mumkin edi,
benzapilani yoqib iPhone'ni kesishingiz mumkin edi. Xullas iPhone'ni yomon ko'rganimdan mana shunaqa o'yinlarni o'ynab o'tirardim. O'yinlar bu telefonda yaxshi o'ynalgan. Bu narsani tan olish kerak. Men mazza qilib o'yinlarni o'ynaganman, lekin bitta muammosi bu batareykani uncha ko'p ushlab bera olmasdi, afsuski. Va esimda bor, men bu telefonda batareykasini bir necha bor almashtirganman. Tam oson edi-da, prosta borardingiz magazinga batareyka olardingiz, bironta o'zingiz o'rnatardingiz, dars ishlatardingiz. Bir 3-4 ta batareykam bo'lardi, almashib ishlatardim masalan. Men ayta olmayman to'g'ri, iPhone bundan kuchliroq bo'lgan deb, lekin qotmasdi bu tochdan. Shuning uchun kundalik hayotda ishlatish borasida biz iPhone'ga 1 ballni berishga majburmiz. Shunda bizning umumiy hisobimiz 3/1 bo'lyapti do'stlar. To'g'rimi? Chunki bular mana bu qotardida, nereal, lekin iPhone 5s qotmasdi. Displey keladigan bo'lsak, Samsung'imizda 5 dyumli Full HD displey turgan do'stlar. Bu telefonning hajmi o'sha paytlar juda ham katta, noqulay deb hisoblanardi. Lekin hozir mana qo'limga ushlab turibman, juda ham kichkina, nima deydi, mikroskopichniy telefonda turibdi masalan. iPhone'imizda esa juda ham kichkina 4 dyumli IPS Retina displey o'rnatilgan bo'lgan. Va u payt Apple'ning filosofiyasi umuman boshqacha edi. Ya'ni siz telefonni bitta qo'lingizda ishlatayotgan paytingizda bitta barmog'ingiz bilan telefonni har bitta burchagiga barmog'ingiz yetib borish kerak degan filosofiya bo'lardi. Ana undan keyin iPhone 6 Plus chiqishi bilan bu filosofiyani ular ham yo'qotib tashladi. Va bu yerda displey borasida Samsung 1 ballni olib ketadi, chunki uni displeyning hajmi kattaroq. Kattaroq hajmli displeyni ishlatish qulayroq. Shunda bizning umumiy hisobimiz hozir 3/2 bo'ldi do'stlar. Kameralarga keladigan bo'lsak do'stlar, u paytlari 3 talik, 4 talik, 5 talik svetoforlik har xil kameralar bo'lmasdi. Bor-yo'g'i bitta kamera orqasida, bitta kamera oldida turardi. Masalan, mana Samsungning kamerasi mana bunaqa ko'rinishga ega, iPhone'niki esa bunaqa. iPhone o'sha paytda juda ham zo'r qilardi, kamera korpusning ichiga kirib ketgan bo'lardi. Mana hozir nima ahvol? Mana ahvol. Telefonni qo'ysangiz, men to'g'ri turmaydi. Boq qiladi, chiqolsiz qo'ysangiz. Oldin mana flat turgan, flat. Ko'ryapsizmi? Flat. Xullas, Samsung'imizning orqa kamerasi 13 megapiksellik bo'lgan, frontal kamerasi 2 megapiksellik bo'lgan. iPhone'imizning orqa kamerasi 8 megapiksellik bo'lgan va oldi kamerasi 1.2 megapiksellik bo'lgan. Va mana bu kameralar qanday rasmga va videoga tushirgan. Rasm tushirish borasida tan olish kerak, ikkala telefon ham juda ham zo'r natijalarni berdi. 13 yillik telefonlar uchun gap bo'lishi mumkin emas, faqat svetovoy gammasida ozroq farq bor. iPhone issiqroq ottsenik beryapti, Samsung shu oldingidagiga sal sovuqroq ottsenikni beryapti. Lekin juda ham ajoyib, ikkalasi ham zo'r, nazariy rasm tushirish bo'yicha. Lekin video tushirish bo'yicha detalizatsiyasi ikkalasiniki ham juda ham yaxshi, sifatli detalizatsiya. Lekin afsuski Samsungni videoda stabilizatsiyasi podvayt qilyapti. Ya'ni Samsungning stabilizatsiyasi juda ham yomon. iPhone'niki 5s da ancha yaxshiroq stabilizatsiya beryapti. Shunda bizda ozroq shu iPhone ilishib videoni stabilizatsiyasi hisobiga ozroq ilishib 1 ballni olib ketadi. Chunki baribir biz kamera borasida kimgadir baribir ballni berishimiz kerak-ku, tushunyapsizmi? Rasm bo'yicha bir xil, videoda bitta stabilizatsiyasi iPhone'ni qutqarib qoldi. Shunda umumiy hisobimiz 4.2 iPhone'ning foydasiga. Batareya hajmi haqida gapirishga kelganda, mani kulgularim kelib ketyapti-da. Kulgularim kelib ketyapti. Masalan, hozirgi zamonaviy telefonlarning minimum batareyasining hajmi 5000 mAh bo'lishi kerak-da. Mana bu yerda 5000 dan sal ko'proq. Mana bu iPhone'chada o'sha payti 1570 mAh hajmga ega batareya turgan, cho'rpa bir Apple Watch'dagi batareya iPhone'da turgan oldim. Samsung'niki esa men o'ylardim bu Samsung mana bu iPhone'dan ancha kattaroq, bunga ko'proq batareya ketish kerak deb, lekin unchalik ham emas. Samsungda 2600 mAh hajmga ega batareya turgan. Lekin ikkalasi ham prosta gavno ushlardi batareyani. Na iPhone, na Samsung yaxshi ushlardi batareyani. Chunki agar yaxshi ushlaganda men ma'lumda bir 50 tadan akkumulyator almashtirmagan bo'lardim-da, tushunyapsizmi? Lekin Samsungning batareyasining hajmi kattaroq bo'lganligi uchun bu yerda biz 1 ballni Samsungga berishga majburmiz. Shunda bizning umumiy hisobimiz qancha bo'ldi? 4.3 bo'ldi iPhonening foydasiga. Почти nazarov ketyapti. Bu telefonlarni 2026-yilda ishlatish mumkinmi degan savolga keladigan bo'lsak, men sizga birdan javob beraman. Afsuski,
yo'q do'stlar. Chunki masalan iPhone'da siz Telegram yoki Instagram skachat qilaman desangiz App Store'dan, to App Store sizga aytadiki, bu ilovalarni yuklab olishing uchun senda iOS 15 dan balandi bo'lish kerak deb aytadi. Afsuski bunga iOS 15 ni o'rnatib bo'lmaydi. Demak, bu telefon shunchaki raritset, muzey uchun yoki da prosta sim karta qo'yib alo deyish uchun ishlatsa bo'ladi, batareyasini yangisini topib. Mana bu Samsung keladigan bo'lsak, men ichini kavlab chiqdim, bilmayman. Play Market yo'qolib qolgan, yo'q Play Market. Buni ham o'zi normal ishlatib bo'lmaydi. Bundagi standartlar hozirgi standartlarga absolutno javob bermaydi do'stlar. Buni ham maksimum sim karta qo'yib alo deb ishlatishingiz mumkin do'stlar. Lekin nega? Nima uchun? Bunda hech qanaqa kult yo'q, lekin mana bunda kult bor. Хотя stop, bunga qayerdandir APK fayllarni topib, через kompyuter yuklab, balkim ishlatsa ham bo'lar. Lekin ham savol. Nega? Menda do'stlar Samsungga qanaqadir nenavistim yo'q do'stlar. Prosta men po faktu ikkita mahsulotni mana bunday lop qo'yib taqqoslayapman. O'sha paytgi texnologiya Apple'da, o'sha paytgi texnologiya Samsungda. Lekin Samsung Galaxy S6 va Galaxy S6 Edge chiqargandan keyin уже все, ular absolutno boshqa vektorga qarab ketdi va plastikdan to'liqligicha voz kechib yubordi. Va mana shu qadamini men Samsungni juda ham qattiq hurmat qilaman, chunki Samsung ana o'sha Galaxy S6 dan keyin haqiqatan ham juda ham chiroyli, juda ham ajoyib did bilan ishlangan telefonlarni chiqarishni boshladi. Masalan, shaxsan menga Samsung Galaxy S7 Edge prosta kultoviy telefon deb hisoblayman. Juda ham zo'r telefon bo'lardi. Samsung adashmasam agar eng ko'p sotgan telefonlardan biri ham aynan ana shu bo'lgan. Meni do'stlarimda iPhone emas, imенно Amerikaga borib work and travel'dan o'sha Galaxy S7 Edge ni olib kelgan paytlar esimda. Va Samsung Galaxy S7 prezentatsiya bo'layotgan paytda prezentatsiyasini juda ham ko'p odam kuzatgan Wylsacomning prezentatsiyasida u ham esimda do'stlar. Так что kompaniyalar hech qachon bir joyda turmaydi. Ular oldin boshqacha bo'lgan, keyin o'zgargan va biz shu qadamlarini hurmat qilamiz. Lekin afsuski Galaxy S6 dan oldin mana bunaqa plastik parchalari chiqqan do'stlar. O'ylaymanki sizga bu video yoqdi. Agarda shunday bo'lsa, sizdan bitta like, bitta kommentariy, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Timur Xatamov, aka Simline. Agarda siz mabodo Samsung ishlatsangiz, men sizni haqorat qilmoqchi emasdim. Men Samsung kompaniyani haqorat qilganim yo'q. Men aynan bitta mahsulotni gapirib berdim. Bitta mahsulot bo'yicha fikrimni berdim. Chunki Samsungning juda ham ko'p mahsulotlari bor va biz Samsungning mahsulotlaridan foydalanamiz. Displeyimiz Samsung, masalan, yoki uyimizdagi televizorimiz Samsungda, masalan, ishlatadigan SSD kartamiz Samsung, masalan. Va Samsungning juda ham ko'p maqtaydigan narsalar bor. Lekin maqtamaydigan narsalar ham bor-da, shuni aytish kerak.